Republic AI da e'lon qilganmiz ushbu maqolani. Xo'p. Sun'iy intellekt bo'yicha. OpenAI rahbari Sam Altmanning ta'kidlashicha, umumiy sun'iy intellekt AI rivojlanishi odatiy shakldagi ish o'rinlarining yo'qolishiga olib kelishi va mavjud iqtisodiyotni xavf ostiga qo'yishi mumkin. AI paydo bo'lgach hech kim ishlamaydi va iqtisodiyot qulaydi deb yozgan Altman X ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasida shu postning o'zida va kinoyali mulohazasini ham qo'shib qo'ygan. Men polifazali uyquga o'tyapman. Chunki kodeksdagi GPT-5.5 shunchalik ajoyibki, buncha uzoq uxlab ishni o'tkazib yuborishga yo'l qo'ya olmayman deb yozgan. Endi biroz texnik masalalarni aytib o'tgan. Umuman olganda u aytayaptiki, AI ning ishga tushishi, rivojlanishi umuman oqibat odatiy ish o'rinlarining yo'q bo'lishiga olib ketadi. Keyin shunga qarab bir maqola yozdik. Ya'ni fikr, shunga sizning munosabatingiz AI va post mehnat iqtisodiyoti. Ya'ni mehnatdan keyingi, bilmadim bu qanchalik hozir ommalashgan bu narsa, insoniyatni qanday kelajak kutmoqda? Sun'iy intellektning keskin rivojlanishi global iqtisodiyot va mehnat bozori kelajagi haqidagi munozaralarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Umumiy sun'iy intellekt paydo bo'lgach hech kim ishlamaydi degan nazariyalar bugun qiziqarli bashoratdek tuyulishi mumkin, ammo masalaning tub mohiyatiga nazar tashlasak, gap shunchaki ishsizlik haqida emas, balki asrlar davomida shakllangan odatiy shakldagi ish konsepsiyasining to'liq transformatsiyasi haqida ketmoqda. Oq yoqalilar inqirozi yoki aqliy mehnatning avtomatlashtirilishi. Sanoat inqilobi davrida mashinalar odamning jismoniy kuchini almashtirgan bo'lsa, sun'iy intellekt agentlarining kirib kelishi mutlaqo boshqa manzara yaratmoqda. Bu tizimlar insonning minimal ishtirokida vazifani tushunadi, reja tuzadi, kod yozadi, tahlil qiladi. Natijada tarixda birinchi marta aqliy mehnat, jurnalistika, huquq, dasturlash, dizayn va boshqaruv kabi sohalar zarba ostida qolmoqda. Dunyo bo'libdiki, aqliy mehnat birinchi marta zarba ostida qolmoqda. Chunki shu vaqtgacha bo'lgan barcha kashfiyotlar qo'l mehnatinigina yengillashtirgan edi. Agar asosiy ishini AI bajarsa, kapital va daromadlar faqatgina ushbu texnologiyalarga egalik qiluvchi transkorporatsiyalar OpenAI, Google, Microsoft qo'lida to'plandi. Bu geosiyosatdagi yangi turdagi gegemoniyadir. Endilikda dunyoning eng qadrli resursi generativ intellekt ustidan nazorat o'rnatilmoqda. Bazaviy daromad, robotlarga soliq solish yoki soliq yukini mehnatdan kapitalga ko'chirish kabi choralarni taklif qilinishi ham bejiz emas. Bu shunchaki PR kampaniya emas, balki post mehnat, ya'ni inson mehnatiga ehtiyoj qolmaydigan iqtisodiyotga o'tish davridagi ijtimoiy portlashlarning oldini olishga qaratilgan majburiy tayyorgarlikdir. Bu yerda endi gap ma'no inqirozi haqida ketmoqda hamdiga. Inson faqatgina qorin to'ydirish uchun ishlamaydi. Kasb bu maqom, jamiyatdagi o'rin va ko'pincha masalan ko'p odamlarga hayot maqsadi ham bo'ladi. O'sha kasb uni. Iqtisodiy qiymat yaratish mas'uliyati mashinalarga yuklatilsa, odamlar o'z hayotlarining mazmunini qayerdan topadi? Shu nuqtada insoniyatning ruhiy tayanchlariga din, falsafa, madaniyat, san'at va axloqqa bo'lgan ehtiyoji keskin ortadi. Shunday har turli ko'rsatuvning formatidan kelib chiqib, balkim buni o'zi alohida ko'rsatuv qilish kerak edi. Men bu yerda faqat bir umumiy kirish ma'nosida gapiraman. Keling, sun'iy intellekt yo'q deb tasavvur qilamiz. Gipotetik sun'iy intellekt yo'q, hali bu haqda umuman gap yo'q deb, lekin bugungi dunyomiz bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, juda ko'p mehnatlarning tagida asosi yo'q, o'zini o'zi niyat qilgan mehnatlar. Ya'ni inqiroz mana shu tarafdan kirib keladi. O'zi bor bu inqiroz. Masalan, oddiygina ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, ta'limdan maqsad ta'lim bo'lib qolganiga ancha bo'ldi hali. Masalan, diplom olishdan maqsad diplomda. Diplomning o'zi soxta valyuta kabi aylanadi butun jamiyatda. Diplomning atrofida butun industriya shakllangan. Diplomning maqsadi yangi bilim hosil qilish, jamiyatdagi muammoni topish masala degani, bizlar umuman u narsani o'ylamay qo'yganmiz hozir. Hattoki nafaqat oddiy bakalavr diplomi haqida gapiryapmiz, PhD va doktorliklar haqida ham gapiryapmiz. PhDlar industriyaga aylangan hozir. PhDdan maqsad PhD. Va sun'iy intellekt, endi tasavvur qilaylik, sun'iy intellekt bizga aytayaptiki, mana shu tagi yo'q mehnatni ham men o'zim qilaman deyapti-da. Tagi yo'q mehnatni, tagi yo'q ijtimoiy hodisa amalga oshiradigan bo'lsa, bu yerda
nazoratdan chetda chiqadigan bir muammo paydo bo'ladi. Ya'ni o'zi biz qilayotgan mehnatning ahamiyati qolmaganligi o'zi bor, sun'iy intellektsiz bor. Ha, masalan, xohlagan bitta sohangizda bu narsa ko'rinadi. Deylik, Oliy Majlisdan tortib o'sha bilmadim, bog'cha sohasigacha, maktabgacha ta'lim sohasidagi hamma joyda qisqartirishlar bo'lib turadi, bekorga emas-da bu. Ha, mana shu nima bor, ya'ni o'zi tagida keraksiz mehnatlarni qilishimiz oshib ketgan o'zi. Yo'q, tagi bo'sh, masalan, yoki bo'lmasa mana blogging bu narsani juda ham ko'p rivojlantirib yubordi. Blogerlarning topadigan puli bilan deylik juda ham muhim bo'lgan xirurgning topadigan puli o'rtasidagi farq bu nimani ko'rsatadi? Simulyakrni ko'rsatib beradi. Deklassantlar karrasiga ko'proq oylik oladi. Masalan, o'sha bolalar kasalligi bilan shug'ullanadigan do'stimiz bor. Firdavsbek. O'zbekistonda yagona o'sha kasallik bo'yicha ensefalitit o'sha qizamiqdan kelib chiqadigan. Bu juda ham katta disbalans. Va bu yerda mana shu sun'iy intellekt kirib kelyapti, uni ham o'zim egallayman deyapti. Hech narsa qilmaysizlar deyapti. Tabiiyki sun'iy intellekt bu boyagi o'zi shundoq ham asosi yo'q mehnatni o'zining zimmasiga olaman deyapti. O'zi aslida sun'iy intellektdan tashqarida bizlarda dissonans bor bu qilayotgan mehnatimiz nuqtai nazaridan-da. Masalan, mana jurnalistlarning vazifasini bajarib o'tiribmiz-da, G'ayrat o'jaga. Siz jurnalistlik vazifasini bajarib o'tiribsiz. Jurnalist sizning aytgan gapingizni ayta olmaydi. Hamidagi, demak, aynan mana shu sun'iy intellekt bo'yicha o'zi yana alohida kurs to'qilamiz, Xudo xolisa, chunki siz bilan birga o'sha sun'iy intellekt falsafasi haqida ishlayapmiz. Bu juda ham muhim, chunki avvalgi kashfiyotlar Hamidagi sekin-asta bo'lganda, sekin hattoki o'sha elektr kashf qilinganda ham yoki ichki yonuv dvigateli o'ylab topilgandan keyin ham ertasiga dunyo boshqacha bo'lib qolmagan. U sekin joriy qilinganda, sekin joriy qilinib yetib borgan. Lekin sun'iy intellekt bu juda tez rivojlanyapti. Juda progressiyasi buni juda ham katta Hamidagi. Ya'ni yaqinda mana shu kutilyapti, o'zini o'zi o'qitib ketaveradigan, ya'ni hattoki siz uni o'qitishga mana bugungi kunda, ya'ni muxlislarga eslatib ketaylik, ya'ni sun'iy intellekt nimadir ish qilish uchun u avval o'qitilgan bo'lishi kerak, uni inson o'qitadi. Hozir shunga qadam qo'yilyaptiki, yangi chiqayotganlarda o'zini o'zi o'qitib ketaverar ekan Hamid aka. Tamomda bu ya'ni juda tez ketyapti. Shuning uchun buni tezroq anglab, nima gap, nima so'z, bu haqda ko'proq fikr yuritishimiz kerak. Sizga kattakon rahmat Hamid aka, kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.